eng yovuz personajlardan birini yaxshi ko'rib qolishni istaysizlarmi? Unda Oppo'g'oyni machchahasini o'tmishi qanaqa bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytib beraman. U prosta Zamariya degan ismli juda ham chiroyli bir qiz bo'lgan. Tinch yashab yurgan hayotida hamma ertaklarda bo'ladigandek bitta prinsni yaxshi ko'rib qolgan. Prins ham uni bittada ko'rgandayoq yaxshi ko'rib qolgan, ular пожениться qilishgan. Zamariya har doim juda ham красивый, добродушный, нежный malika bo'lgan. Kunlardan bir kun ularda ребенок появиться qilish kerak bo'lgan, lekin Zamariya juda ham qattiq kasal bo'lib qolgan. И, к сожалению, ularni ребенка выжить qilmagan. Prins buni eshitib juda ham qattiq tushkun holatga tushib qolgan, Zamariyaning holati bundan ham yomonroq bo'lgan. Oradan juda ham ko'p vaqtlar, yillar o'tgan. Zamariya o'zining hayotiga qiziqishini yo'qotib qo'ygan, lekin vaqt o'tgandan keyin u prinsga "Davay, всё начнём сначала" deb taklif bergan. Zamariya o'ziga kelib prinsning yoniga borganda, prins unga xiyonat qilgan. Yangi девушкаning, конечно же, maqsadi faqat mol va davlat bo'lgan, u prinsni, конечно же, вообще yaxshi ko'rmagan. Zamariya buni bittada sezgan, shuning uchun qanaqadir urush boshlaganda prins o'zini yangi xotini tarafda bo'lgan. Zamariya, конечно же, buni umuman ko'tara olmagan. Juda ham qattiq emotsiyalarda prinsni qutqarish maqsadida pichoqni olgan и prinsessani, unisi новый женani ранить qilgan. Yana umirla. Охранani chaqirishgan и mash prins aytdi, что всё, uni ham o'ldiringlar. Zamariya qochib ketmoqchi bo'lgan. Ritsarlarga prikaz berilgandan keyin ular Zamariyaning orqasidan tushdi, lekin na samom деле shu ritsar Zamariyani qachonlardir avval juda ham yaxshi ko'rgan bo'lgan. Haqiqatdan yaxshi ko'rgan bo'lgan. И, конечно же, ritsar Zamariyani o'ldira olmadi. Shu bilan shu zlodeykaning istoriyasi, возможно, juda ham yaxshi tugashi mumkin edi, lekin unaqa bo'lmadi. Всех целую, всем пока!